Qalam ko'tarildi, sahifalar quridi. Shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama. Sen suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishidan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak edi. Burning yerga ishqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat. Desangiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. 15 yilga garantiyalik jipki kamen xizmati do'stlar ko'rib bitta baho beringlar. 250 kvadratga tashqi fasadga uyda kira olishiga yopishtirib berishdi do'stlar. Xo'p, jipki kamenda afzalligi do'stlar, xo'p, to'kilib ketmaydi, hech narsa bo'lmaydi, sho'rlamaydi, hech narsa qilmaydi. Eng qizig'i tabiiy toshlardan ishlangan bo'ladi, rangi ham o'chib ketmaydi, 15 yil duolizdan tushib ketmaydi. Xo'p, do'stlar, sochini ham xuddi shundan bo'lgan. Jipki kamenda o'zi 1 kvadrat 50 ming so'm, usta haqqisi 40 ming so'm, o'sha 90 ming so'mdan tayyor bo'lishi usta haqqi. Xomashi yo'q, abetini qilib berasiz, xullas bo'ldi. Qolgan hamma o'zlari bilan olib kelishadi. Acharamiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Kimga shunaqa jipki kamen xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hammamizga mana shunaqa chiroyli fasadlar qildirish nasib qilsin, sog' bo'linglar. Sizni shilaka blokdan qilasizmi? Mana bunday sinchdan qilasizmi? Baribir tashqi fasad uchun nimadir qilish kerak. Bir sizlarga gipki kamen taklif qilamiz. Bu 2023-yildan beri trendga tushmaydigan fasad bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. O'tda yonma, suvda cho'kmas bo'ladi. Bemalol loy surkaysizmi, nima surkaysangiz ham hech narsa qilmaydi. Kalchillar bemalol foydalansalaring bo'ladi. Quyoshga ham, yomg'irga ham hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Garantiyalari 15 yil ekan, narxlari keladigan bo'lsa, Farg'ona bo'yicha 90 ming so'mdan hamma yo'g'i ichida ekan, uyda egasida faqat lesasi kerak bo'ladi. Oziq ovqatini yotg'ani qilib bersalaring bo'ldi. Uzoqroq joylarga ozmasini qo'shilar ekan narxlar. Kimga mana shunday sifatli bo'lgan gipki kamenlar kerak bo'lsa, ekrandan bilan aloqa chiqarasizlar, chiroyli qilib ustakalarimiz ajoyib narxlarda qilib berar ekan, aloqa chiqarasizlar. Siz ustalarga mana ko'rinishda topshiring, fundamentni quydiring, devorni urdiring, tobni yoptiring. Suvoq qildirmang, remont qildirmang, ortiqcha pul sarflamang. Bular xuddi mana ko'rinishda qilib berishadi. Bu devorimiz do'stlar 3 kun oldin faqat mana shunaqa g'ish bo'lgan, suvog'i bo'lmagan, boshqa narsasi bo'lmagan. Bunga do'stlar, xo'p, qaranglar, pokay bilan poni utublit qilib chiqishgan. Pokayda ham kafenikili, penakili, qo'ziqori, undan tashqari setga tortib yopishtirishgan. 15 yil tushib ketmasligiga garantiya berishyapti. Uni ustidan bo'lsa do'stlar, jipki kamen yopishtirib berishgan. Ya'ni bu super moji vodostoyki bo'ladi. Xo'p, buni vazifasi uyingizni do'stlar izotermiz qilib beradi. Ya'ni teplo batareyasini moshni ushlab beradi. Qishda issiq bo'ladi, yozda muzday bo'ladi. Hamma yaxshi tomoni do'stlar, o'rtasi usta chaqirib yurmaysiz. Mana shu obyektimiz tashqari fasad o'zini 2 kunda qilib berishibdi ekan do'stlar. 160 ming so'mdan 1 kvadratni bu terma paneldagi. Agar siz suvoq qildirib bergan bo'lsangiz, devoringiz tekis bo'ladigan bo'lsa, jipki kamenda o'zini 90 ming so'mdan usta haqqi xomash yopisi bilan qilib berishyapti. Pastda nomer bor, aloqaga chiqing, vodiy bo'ylab shu naqdi bo'ladi. Naqd ichiga hamma narsa kirib ketadi, faqat pul to'laysiz, bo'ldi. Do'stlar, imoratni chiroyli qilib solib qo'ygansiz, leski tashqi fasadini mana bunday oqlaydigan bo'lsangiz, ko'ryapsizlar do'stlar, quyosh nimalar qilib tashlagan, eritib tashlagan do'stlar. Mana bunday pishgan ishdan qiladigan bo'lsangiz, bunga yana qandaydir fason qilish kerak. Mana bu holatda kraska qiladigan bo'lsalaring, kraskani ko'rishlaringiz mumkin. Yosh bolalar mana bunday chizib yuboradi, chizgandan keyin shuncha mehnatingizga pulingizga achinasiz. Endi buni bartaraf qilishda bitta zo'r yo'li bor. Bu gipki kamen bo'ladi do'stlar. 24-yil, 25-yil trendga chiqqan fasadi bo'ladi do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Buni zo'r tomoni 15 yil garantiya berilar ekan. 15 yilda nima bo'lmaydi desalang do'stlar, suv chachib bemalol 1 yilda bir marta yuvib tasalaring bo'ladi. Quyosh tushsa ham hech narsa qilmaydi. Hattoki mana tagilar so'killarni ham chiroyli qilib bergan ekan do'stlar. Agar gipki kamen sotib oladigan bo'lsalar, kilayi, materiali, yana mayda chuydalari bilan 50 mingdan ekan. Agar usta puli bilan bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrati 90 ming so'mdan bo'lar ekan. Vodiy bo'yicha shu xizmatlar ichida ekan. Agar uzoqroq joydan, voha tomonlardan bo'ladigan bo'lsa, yo'lkaraga ozmas qo'shilar ekan. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, ekran nomerlari orqali chiqarasizlar. Uyingizni tashqi fasadini butunlay o'zgartirib oladi. O'tda yonmas, suvda cho'ymas bo'ladi. Farg'ona shaharga kelaverasizlar. Bizning kanaldan chiqinglar, setka zo'rlari bor.
Dang'illatib uchastkani solib qo'yib, va qadrdonlar. Mana bunda yonboshlab, mazza qilib yotgan akalar. Endi dang'illatib uchastkani solib qo'ydingiz. Fasad qismiga kelganda nima qilsam bo'lar ekan deganlarga qadrdonlar qaranglar. Akamiz ham uyni boplabdi, kachalalar turidan qo'yib qo'yibdi. Ishdan charchab kelganda mazza qilib hordiq olish uchun. Bugungi videosini yoqamiz. Uyni dang'illatib solib qo'ygan akalarimizga gipki kamay bo'ladi. Trendidan tushmayotgan. 2023-yildan boshlanib mana 25 gacha trendidan tushmayapti. Sokinlarini qaranglar. Qadrdonlar, miramir toshni terib qo'ygandek qilib qo'yibdi. Lekin bu gipki kamay. O'tda Yomon botdi, og'ir botdi, yorim ozanne qotdi. Hayolida bir nimalar rashqotida yondirib otdi. Om,